Assalomu alaykum Moskva shahridagi vatandoshlar. Barchangizni 6-iyunda bo'lib o'tadigan konsert dasturimizga taklif etamiz. Albatta konsertimiz Niyabishni konsertlardan biri bo'lib o'tadi degan umiddaman. Faqat sizdan kelish, o'yin kulgi qilib ketish. Manzilimiz Moskva, metro Cherkizovska, улица Vernisajnaya, dom 11. Konsertimiz yulduzlari Ulug'bek va Maftuna, Abdushukur Ishburiyev, Farux Sobirjon Abduxoliqov, Zafarjon Rahmatov, Sherxan Xujamurodov, Xurshid Karayev, Mo'minjon Jumayev va bir necha mehmon san'atkorlar tashrif buyuradi. Barchangizni kutib qolamiz. Hayit kuni 6-chislo kechasi bo'lib o'tadigan shov-shuvga aylangan konsertimizga. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Mana Xudo xolasa 2025-yil shu Qurbon hayitiga atab shu yerda jam bo'lgan san'atkorlar va bu yerda qatnasha olmagan san'atkorlar ham bor. Ularni obloshkaga, ekranga chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Xullas, katta bir show konsert berish niyatidamiz. Hammalaringizni mana shu katta restoranga kelib, o'ylaymizki bir neobычный bir konsert bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Organizator esa Alloyor Qarayib, hammalaringizni taklif etamiz. Alloyor ayni. Assalomu alaykum barcha internet tarmog'i kuzatuvchilari. Mana sizlar uchun biz 6-chislo kuni, hayit kuni, ya'ni kechquruniga bir vapsha udar show konsert tashkil qildik. Qarangizlar, kattaligini 600 ta odamni joylab beramiz mana shu yerga.